hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi Hökuməti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi Hökuməti 5-yil Urumchi qirg'inchiligida shahid bo'lgan qahramonlarimizni xotirlash. Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyin Sharq Turkiston xalqiga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiliklarni la'natlash. Xalqaradagi davlatlarga Xitoyning irqiy qirg'inchiligini, Sharq Turkistonning besivilmagan zimin ekanligini e'tirof qildirish orqali xalqimizni hurlikka, Sharq Turkistonni mustaqillikqa erishtirish maqsadida 5-yil namoyish qilishni o'rinlashtirdi. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammalarniki mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugungi so'zlashimning sababi hammalarniki bilganidek oldimizda 7-oyning 5-si Urumchi qirg'inchiligininki yil xotirlashi. Mush munosabat bilan va Sharq Turkistondagi davomlashayotgan Xitoyninki irqiy qirg'inchilik, mustamlikachilik va ishg'oliyat harakatlariga qarshi dunyoning har qaysi joylarida, ya'ni Sharq Turkiston xalqlari joylashgan har qaysi joylardagi qarindoshlarniki, tashkilotlarniki namoyish uyushtirib, xalqimizni birlikka bir yerga kelib, xalqaro bo'libmi shu bizga sohibxonlik qilayotgan davlatlarga, ya'ni bizga shu sohibxonlik qilayotgan davlatlarni harakat chaqirib qo'yishimiz kerak aziz qarindoshlar. Xalqaro hozir hammamizdan, ya'ni millatimizga qarab bizdan bir narsa kutyapti, harakat qilishimizni, signal berishini kutyapti desak bo'ladi. Uzunning yozi jimjitlab ketib boryapmiz aziz qarindoshlar. Biz xalqimiz uchun shu Sharq Turkistondagi qirilayotgan turmalarda, kamplarda o'ltirilayotgan, xo'rlik ko'rayotgan, bosqinchilik uchrayotgan ota-singillarimiz, qarindoshlarimiz, onalarimiz, qizlarimiz Xitoyniki atalmış balalarni o'qitish maktablarida, ya'ni balalar uchun yasalgan kamplarda 850 mingdan ortiq shu balalarimiz uchun harakat qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Millatimizning kelgusi uchun harakat qilishimiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun siyosiy ko'z qarashlarimni va yoki shaxsiy ziddiyatlarimni qayirib qo'yib, dunyoning har qaysi joylarida bizning Sharq Turkiston xalqimiz yashayotgan har qaysi joylarda, mayli Turkiyada bo'lsin, Yaponiyada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, boshqa joylarda bo'lsin, birlikda namoyish qilib, xalqaroga bizningki o'lmaganligimizni, davlatimizni asli keltirish uchun kuch harakat qila oladiganligimizni, o'tirg'i chiqa oladiganligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Va xalqaroni bu Sharq Turkistondagi Xitoyninki necha 10 yillarning, yana 71 yilning yozi surayotgan ishg'oliyatini, mustamlikachilikni va irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilishni chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bizningki hammamiz İlaç başı özümüzün turuşluq devletlininki ya da parlamentida aldıda, yani yaxşısı Tashqi ishlar ministrligi aldıda qilganimiz yaxshiroq. Agar u bo'lmay qolsa parlamentlar aldıda bu namoyishimizni qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Xitoyninki konsulxonasiga berib, elchixonasiga berib, u yerda baqirib, chaqirib o'tirsakmi baribir o'xshash. Xitoy ya yuz qizirmaydi, ya'ni qilmaydi, baribir o'xshash. Ya'ni shu bizni qirimiz deb yolunu şu qilayotgan hareketlerini devam qilamiz qarindoshlar. Biz xalqaroni bizga tortishimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz xalqaroga bizningki o'lmaganligimizni isbotlashimiz kerak aziz qarindoshlar. Bir kunda bir vaqtda chiqa oladiganligimiz, ko'chaga to'kila oladiganligimizni ko'rsatishimiz kerak aziz qarindoshlar. Va hammamizningki talabimiz o'xshash bo'lishi kerak aziz qarindoshlar.
ırkıy kırgınçılıkni to'xtatish uchun harakat qilishini, davlatimizningki mustaqilligini asli keltirish uchun bizga barliq imkoniyatlar bilan yordam berishni talab qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bizning mustaqil davlatimizni asli keltirmay turib aziz qarindoshlar, bizning ne kishilik huquqimiz, ne diniy erkinligimiz, ne ota-onamiz bilan, qarindoshlarimiz bilan addiy tilpin so'zlashmi haqqimiz yo'q aziz qarindoshlar va bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Xitoylarniki nurg'un uyallarga aldanıp kip bulduk tarihten beri. Bu en ağırlık fırsat biz için aziz qarindoshlar. Biz bu fırsatni qo'ldan keltirib kelsak, bizningki kelgusimiz tamamen yo'q bo'ladi aziz qarindoshlar. Kelgusimiz bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Meyli Xitoy kompartiya bo'lsin, meyli milletçisi Gomindan bo'lsin, meyli hozir chiqayotgan atalmış demokratlar bo'lsin, demokratçılar bo'lsin, hammasiningki niyati o'xshash Sharq Turkiston masalasi kelgan chaqlar. Hammasi yani şu Sharq Turkistonni meniki qilaman deydi. Yani şu bizning xalqimizni qirib yo'qitaman deydi aziz qarindoshlar. Biz dushmanimizni tunishimiz kerak. Dushmanlarimiz bizni tunib oldi. Dushmanlarimiz bizga meyli demokratçısı bo'lsin, meyli Gomindançısı bo'lsin, meyli kompartiyasi bo'lsin, meyli boshqa turli qalpoqlarni kiyib chiqqan bo'lsin, hammasi Sharq Turkiston masalasiga kelgan chog'da bizningki insondek yashash, mustaqil yashashimizga qarshi aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz ular bilan hamkorlik qilib, undan bu ishlarga yaqinlashmasligimiz kerak, yaqinlamasligimiz kerak, aldanmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz o'zimiz ko'chaga to'kilishimiz kerak. Biz mush xalqaro irqiy qirg'inchilik bo'layotdi. Allohga rozi bo'lsin, rahmat irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganligimiz uchun. Ammo bu yetarlik emas. Xalqimiz kunda qirilyotdi, kunda o'ltirilyotdi, kunda bosqinchilik uchrayotdi, kunda organlar shirkab ketyotdi. Bunu to'xtatish uchun amaliy harakat qilishing kerak ey dunyoda. Biz xalqaro chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun men yana deydiganim, dunyoning har qaysi joylaridagi qaysi tashkilotdan bo'lishingiz qat'iy nazar, qaysi dinchi bo'lamsiz, demokratchi bo'lamsiz, millatchi bo'lamsiz, boshqa bo'lishingizdan qat'iy nazar, agar kichikgina vijdoningiz bo'lsa, haqiqatan vatanim deydigan bo'lsangiz, xalqim deydigan bo'lsangiz, o'tirib chiqsiz va shu o'zingizdan turishlik davlatlarimizdagi atrofimizdagi shu yerdagi jamoatni bir yerga to'plab, shu davlatning ya tashqi ishlar ministrligining oldida, ya parlamentining oldida cho'ng ko'lamli namoyish qilib, xalqimizningki talablarini, orzularini xalqaro bildirishimiz kerak va xalqaroni harakatga chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Xalqaro bizning harakatimizni, bizningki o'ri tura oladiganligimizni ko'rgandan keyin, undan keyin bu millatga o'lmabdi. Ular bilan harakat qilsak, bizning yuzimizni rasvo qilmaydigan bo'ldi, rasvo qilmaydi-ki deb, undan keyin biz kishilib, ya'ni umumiy xalqimizga kishilib bizga rasmiy harakat qilishga, yordam qilishga boshlaydi aziz qarindoshlar. Shu ammanlarniki bu videoni taqib qo'yishinglarni chaqiriq qilaman aziz qarindoshlar. Allohninki Allah hammalardan rozi bo'lsin, kechiringlar. Allohdan hammamizga birlik, barobarlik tilayman. Hammamizga, umumiy millatimizga kuch, qudrat, jasorat ato qilishini tilayman. Xalqimizningki bu qirg'inchilikdan, bu mustamlikchilikdan, bu irqiy qirg'inchilikdan, bu ishg'oliyatdan tizdan qutulishimizga yordamchilarni yuvatishiga tilayman. Va hammamizni bir-birimizga, bo'libmi davomizga, davlatimizga, millatimizga bilib bilmay xiyonat qilishdan saqlasin va xoinlarni atrofimizdan o'ziniki bilginchi bilan atrofimizdan yo'qotsin inshaalloh. Allohdan rozi bo'lsin. Yaqında chet ellik bir turkum sayohatchilar Sharq Turkistonga sayohat qilg'ili borgan bo'lib,
Sayahatchilar Xitoy jandarma qismlarining Sharq Turkiston ko'chalarida kecha-kunduz qurolliq nazorat, tekshirish elib berib qattiq kontrol qilganligiga, hamma yerda esilgan Kompartiya rahbarlarini madhiylaydigan jumla va qo'shiqlar yozilgan lozunkalarning esilganligiga shohid bo'lgan. Gerçi Xitoy muxbirlarning Sharq Turkistonda erkin sayohat qila oladiganligini aytsimi, ammo Reuters agentligining yaqinqi 2 haftalik sayohati jarayonida 2 muxbir kecha-kunduz fuqarocha kiyingan payloqchilar tarafidan iz qo'llab kuzatilganligini bayqagan. Bu payloqchilar muxbirlar yoniga kelganda yiroqlashgan. Do'qurishib qolganda gapiga javob qaytarmagan. Muxbirlar Qashqar shahridagi mehmonxonaning orqa darvozasidan ayrilgandan keyingi 1 soat ichida chiqish eg'iziga tikanlik sim o'rnatgan. Binoning o't o'chirishdan mudofialanish qavati qo'llangan. Urumchiga kelgandan keyin forma kiygan soqchilar aeroplanga chiqib, boshqa yo'lovchilarning oldidagi asfaltgacha billa borgan. Muxbirlarning kinishkisini suratga tortib, ular tushadigan mehmonxona va boshqa uchurlarni egallagan. Xitoy Diplomatiya ministri va Sharq Turkistondagi rayonlik hukumat konkret bexatarlik tadbirlari yoki ularning rayondagi sayohatchiligi haqida baho berish talabiga javob qaytarmagan. Hatto bayonotida Xitoyning chet ellik jurnalistlarni ochiq-oshkora qarshi olganligini yozgan. Muxbirlarning bayqishicha, Sharq Turkistonning janubidagi bir qism yangi manzillik joylar Xitoy jallodlarining Sharq Turkiston xalqini yo'qotish uchun solgan lager va turmalardan bir oz yiroqlikda ekan. Ko'chalarda qalqon va kaltak ko'targan soqchilar davomli aylanib yurgan. Shahar va yezi ko'chalari kompartiyani madhiylash, sodiq bo'lish va millatlar ittifoqligini qo'g'dash tashviqotlari bilan to'lgan ekan. Hatto uylarning tomlariga oshqulliqdan ogohlantirilgan xat, Uyg'urlar va Xitoylarning giralashib tushgan rasmlari chaplangan. Urumchidagi bir turalg'u binosiga millatlar ittifoqligini kuchaytiring. Xitoy turmushini barpo qiling. Texmi yaxshi Xinjiang barpo qiling deb yozilgan. Sanji shahridagi bir masjidga har bir etnik guruhning ana vatanining Junxo Xalq Jumhuriyati ekanligida mangu ching turing deb yozilgan lozunka esilgan. Har bir necha metr oraliqda uylarning chiqilib, o'rniga sayohatchilik uslubiga mos binolarning selinishidan burungi rasmlari esilgan. Sayohat faoliyati ko'pincha Xitoy davlatining ichidagi sayohatchilarga qaratilgan bo'lib, atalmish Xinjiangni yangi kirim manbasi bilan ta'minlaydi ekan. Bu yil atalmish Xinjiangga 200 milliondan ortiq sayohatchi kelgan bo'lib, bulturqidan 168 million oshgan. 2025-yilga borganda 400 million odam qitimga yetish planlanayotganmish. Xitoy sayohatchilikni taraqqiy qildirish banosi bilan Sharq Turkistonga ichkaridan ko'plab Xitoyni jalb qilgan va Sharq Turkistondagi Xitoyning sonini oshirishni, Sharq Turkistondagi turkiy xalqlarning sonini bora-bora azaytib, Sharq Turkiston egillarini oxirgi hisobda butunlay yo'qotishni maqsad qilgan. Oakland kengashi yangi elektronlik avtobuslarning Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilganligiga bo'lgan andishasi tufaylidan ba'zi siyosatlarga o'zgartish kirgizdi. Payshanba kuni Oakland kengash a'zolari birdek bilet tashlab, haq topshiruvchilar mablag' solgan tashkilotning barliq tovar va mulozimat bilan ta'minlovchilarning xalqaro kishilik huquq o'lchami va aloqador emgak qonuniga amal qilishni talab qildi. Bu qaror ijaraga berish oldida turgan 98 elektronlik avtobusning Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilgan yoki ishlab chiqarilmaganligining Buyuk Wellington rayonlik kengash tomonidan tekshirishni boshlagandan keyin chiqarildi. Oakland kengashi kishilik huquqni asos qilgan tadbir belgilashga yetakchilik qilib, butun mamlakatga kengash va qaror chiqaruvchilarga o'rnak ko'rsatib, Yangi Zelandiyaliklarning insoniyatga azob-uqubat elib kelishni, zamonaviy qulluqqa to'hfa qo'shishni xohlamaydiganligini, to'g'ri usulda ishlab chiqarilgan tovarlarni qabul qilishni xohlaydiganligini bildirdi. Oldinqayda e'lon qilingan bir xabarga qaraganda, Xitoyning CRRC shirkati Yangi Zelandiya shirkatlari uchun ommaviy avtobus va poyezd ishlab chiqargan. CRRC 2020 yil fevralda Avstraliya strategik siyosat tadqiqot instituti tomonidan yaqinqi zamongacha Sharq Turkistondan majburiy emgak kuchi yo'tkash orqali ishlab chiqarish bilan shug'ullangan 82 Xitoy chet el sherikchiligidagi shirkat qatoriga kirgizilgan shirkatlarning biri ekan. Hurlik bo'lmagan yerda halokat va o'lim bor. Hurlik ilgirlash va qudrat tepishni tug'di. Hurlikka mustaqillik orqali, mustaqillikqa xalqning irodasi, qarori va tirishchanligi orqali erishildi. Davlatning egalik huquqi uchun hamma narsani taqdim qilish vijdon va sharaf burchidan iborat.
Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kökünü Allah için köp rahmet. Kelar kıtımkı programımızda görüşkice Allah'a emanet boğaysızlar.